هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 20. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 20. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaxtida Musa öz kavmiga aytdi: "Ey kavmim, Allah'ın sizlarga bergan ne'matini yad qilinglar. Allah öz vaxtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliq keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Ya'ni o'zinglarni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttiridan yo'l ichib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Allah sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Arqinglarga chekinmanglar, bo'lmasa ikkala dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolsizlar." Ular: "Ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasoratlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Ad qavmining qoldiqi bo'lgan Amalikalar. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz" dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan taatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga: "Shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar" dedi. Ular: "Ey Musa, madamiki ular muqaddas yerda ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Musa dedi: "Rabbim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin." Allah dedi: "Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda odishib yurdi. Fosiq qavm uchun qayg'urmag'in." Musa alayhisalomning o'z qavmiga Alloh taolaning ne'matlarini eslatganligi va ularni muqaddas zaminga kirishga buyurganligi, lekin ularning bo'yintovlik qilganligi to'g'risida. Allah Teala öz bendisi ve özü bevosita söz qilgan payg'ambari Musa alayhisalomning öz qavmiga Allah Teala'nın ulağı bergen ne'matini eslatib, "Agar sizlar Allah belgilab bergen yo'lda mang'ininglarda, Allah sizlarga dunyo va oxiratning yaxshiliklarini jamlab bergan bo'ladi" deganligini bayon qilib mundoq deydi. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allah'ın sizlarga bergan ne'matini yad qilinglar. Allah öz vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliq keltirdi. Ya'ni sizlarning buvanglar İbrahim alayhissalomdan tortib
Uningdan keyingi payg'ambarlargacha bo'lgan orliqda bir payg'ambar olamdan o'tsa, sizlarga yana bir payg'ambar avatildi. U payg'ambarlar sizlarni Alloh taolaning yo'liga chaqirib, azobidan ogohlantirib keldi. Bu taki Maryam o'g'li İsa alayhissalom bilan oxirlashgani qadar davomlashdi. Ondan keyin Alloh taolo barliq payg'ambarlarning oxirgisi nasab jihatda İbrahim alayhissalomning o'g'li İsmail alayhissalomga tutishadigan Muhammad alayhissalomni avatdi. Muhammad alayhissalom ilgiriki barliq payg'ambarlardan bakrak sharaflik va katta zotdir. Sizlardan podshohlik qildi. Ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlarni xizmatchilarga ayolga va uyga ega qildi deganlik bo'ladi. Hakim Mustadrak degan kitobida Ibn Abbosning yana mundaq deganligini rivoyat qildi. Ayol va xizmatchiga ega qildi deganligini Alloh taolaning sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirisidan yo'l ochib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi degan oyati haqida shu chaqda atrofdagi millatlardan hech qaysisiga bermaganni sizlarga berdi deganlikdir. Qatada mundaq deydi. Yahudilar birinchi bo'lib xizmatchi ishlatganlar edi. Hadisda kelishicha, qaysinglar teni sog'lom, o'zi xotirjam, yenida shu kunning ozuqi bor bo'lgan holatda tong otqizsa, u xuddi butun dunyoga erishgandek bo'ladi. Sizlar jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirisidan yo'l ochib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ya'ni shu zamondagi bar kishilarning ichidan hech kimga bermaganni berdi. Chunki ular o'z zamonida Romliklar, Misrliklar va boshqa millatlardan sharafli edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shak shubhisizki biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pak narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan uning qavmi haqida mundaq dedi. Ey Musa, bizgimi ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki ashu kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa, Alloh sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim dedi. Bu yerda maqsad qilingani shuki, ular o'z zamonidagi millatlarning eng afzali edi. Amaliyotda hamma zaman, hamma davrdagilarning afzali to'g'risida so'z ochsak, bizning ummatimiz eng sharafli, Alloh taolaning nazarida eng afzal, shariati eng mukammal, yo'li eng to'g'ri, payg'ambari eng ulug', mamlakatlari eng katta, rizqi eng mo'l, mol mulki va nufusi eng ko'p va davr surgan zamoni eng uzun bo'lgan ummatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarlarning sizlarga shohid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Biz yuqorida Muhammad alayhissalomning ummatining sharifi va Alloh taolaning dargohidagi hurmati haqida kelgan nurg'un kishilardan rivoyat qilingan hadislarni Alloh taolaning ey Muhammad ummati, sizlar
insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar degan oyatini tafsir qilganda bayon qilib o'tdik. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomning Isroil avlodini jihad qilishga va ularning bovisi Yaqub alayhissalomning zamonasida o'z qo'llarida Baytul Muqaddasga kirishga rag'batlantirilganligini bayon qildi. Burun Yaqub alayhissalom ballar bilan Yusuf alayhissalomning zamonasida bu yerdan ko'chib ketgan edi. Yaqub alayhissalomning avlodlaridan bo'lgan Isroil avlodi Misrda taki Musa alayhissalom bilan birga Misrdan chiqib ketganga qadar yashadi. Ular Misrdan chiqqandan keyin o'zlarining burunqi makonlarining kuchtongiz bir millat tarafidan egallanib ketilganligini, ularning u yerga makonlanishib bo'lganligini ko'rdi. Musa alayhissalom qavmini u zaminga kirishga dushmanlar bilan urushishga buyurib, ularga nusrat va g'alaba bilan xo'sh bishorat berdi. Lekin ular uning amriga xiloflik qilib, uningga osiylik qilishdi. Shunga ular 40 yilga yaqin izib qayerga berishini bilolmay gangirab yurish jazosi tortdi. Bu ularning Alloh taolaning buyrug'ini o'rindamaganlik jinoyatiga berilgan jazodir. Shunga Alloh taolo Musa alayhissalomning o'z qavmiga mundaq deganligini bayon qildi. Ey qavmim, Alloh sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolsizlar. Ya'ni ey qavmim, poklangan zaminga kiringlar. Alloh taolo sizlarga otanglar Isroilning eg'izi bilan u zaminni sizlarni ichinglardagi iymon etganlarga miros qoldirganligini va'da qilgan jihoddan bosh tortmanglar. Bo'lmasa ziyon tortquchilardan bo'lib qolsizlar. Ular, ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Ad qavmining qoldiqi bo'lgan amaliklar. Ular chiqib ketmagicha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz dedi. Ya'ni ular sen bizni kirishga buyurgan bu yurtda kuchtongiz qovul bir qavm bor edi ekan. Biz ularga qarshi jang qilishga yoki ularga taqobil turishga ojiz kelamiz. Ular ashu yurtdan o'zlari chiqib ketmasa biz kirolmaymiz. Navoda ular uningdan chiqib ketsa ondan kiralaymiz deb o'zra aytishdi. Yusha alayhissalom va Kalbning jihad haqidagi so'zlar to'g'risida. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan taatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalb ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun, ya'ni Isroil avlodi Alloh taologa bo'ysunish va Musa alayhissalomga ergishishdan bosh tortganda Alloh taoloning katta ne'matiga erishgan, Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysungan va uning jazosidan qo'rqadigan ikki kishi ularni jihad qilishga targ'ib qildi. Ba'zilar bu oyatni Alloh taolodan qo'rquvchilardan bo'lgan degan uslubda o'qimay, kishilar ulardan qo'rqadigan, surlik va hayvatlik ko'rinadigan ma'noni ifodalab beradigan uslub bilan o'qidi. Aytishlar qaraganda ular Yusha ibn Nun va Kalb ibn Yafunna idi. Buni Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Atiya, Suddi, Rabi' ibn Anas va salaf va xalaf olimlari rivoyat qilgan. Alloh ularning hammasiga rahmat qilsin. Bu ikkisi mundaq dedi. Shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar.
Ya'ni Alloh taolaga tavakkul qilib, uning buyrug'ini bajo keltiringlar. Payg'ambariga qarshilik qilmasanglar, Alloh taolo sizlarni dushmaninglar ustidan g'olib qiladi. Sizlarni qo'llaydi va nusrat ato qiladi. Alloh sizlarga va'da qilgan yurtga kirsizlar. Lekin u ikkisining so'zi ularga qilchimi ta'sir qilmadi. Ular: "Ey Musa, madamiki ular muqaddas yerda ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Rabbing bilan billa berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Ey Musa, muqaddas zaminda shu kuchtungizlar bo'ladigan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Rabbing bilan berib urush qilgin, biz mush yerda o'ltirib turamiz dedi. Mana bu ularning jihad qilishdan bosh tortganligi, payg'ambarga qarshilik qilganligi va dushman bilan urush qilmay yetib olganligidir. Sahabalarning Badri urushi bo'ladigan chaqda payg'ambar alayhisalomga bergan javobi to'g'risida. Badr kuni payg'ambar alayhisalom Abu Sufyan boshchiligidagi karvonni qo'g'dash uchun kelgan Quraysh qo'shini bilan urushish yoki urushmaslik to'g'risida sahobalarga maslahat solganda, sahobalarning bergan javobi nima degan yaxshi? Karvonni o'ldi ilish fursati qo'ldan ketgandan keyin karvonni qo'g'dag'ili kelgan qilich nayzalari bilan to'liq qurollangan 1000 ga yaqin qo'shin yiqilishib qolganda, payg'ambar alayhisalom sahobalarga qanday qilish haqida maslahat solganda, Abu Bakr radhiyallohu anhu nihoyat obdan so'z qildi. Keyin muhojirlardan bir qancha kishimi shu so'zni qildi. Hammaylar söz qilib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom: "Ey musulmonlar, menga maslahat beringlar" dedi. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni faqat Ansorilarning fikrini bilib beqish uchunla degan edi. Chunki ular shu kundagi qo'shinning ko'pchiligini tashkil qiladi. Said ibn Muaz radhiyallohu anhu so'z qilib: "Ey Allohning payg'ambari, sen bu so'zni bizga qartib degandek qilsan. Seni haq din bilan avatgan Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, sen bizga mushi dengizni ko'rsatib, dengizga kir desang, birimizmi qilib qolmay sen bilan dengizga kiramiz. Bizni dushmanlar bilan urushga boshlashingni yomon ko'raman. Bizni dushmanlar bilan urushga boshlashingni yomon ko'rmaymiz. Biz degan jangga chidamliq, iymonda sodiq kishilarimiz. Belki Allah Taala bizde seni soyundirdigan samimilikni sana ko'rsatishi mumkin. Bizni bu ishga boshlabmagan" dedi. Saidning bu so'zini anglab payg'ambar alayhisalom xursand bo'ldi. Bu so'z payg'ambar alayhisalomni jonlantirib etgan edi. Abu Bakr ibn Mardavi Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Badr urushiga menish oldida musulmonlarga maslahat solganda, uning Umar radhiyallohu anhu maslahat bergan. Payg'ambar alayhisalom qayta maslahat solganda, Ansorilar: "Ey Ansorilar guruhi, Payg'ambar alayhisalom sizlarning maslahat berishinglarni kutib o'tadi" deydi. Ansorilar: "Biz uningga Isroil avlodi Musa alayhisalomga Musa alayhisalomga sen Rabbing bilan billa berib, ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik degandek demaymiz. Seni haq din bilan avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamizki, bizni birga Barkil G'omatqa boshlab mangsangmi, sana ergishib mangamiz" dedi. Buni Imom Ahmad, Nasai va Ibn Hibban qatorliqlar rivoyat qilgan. Barkil G'omatning izohatida Makkadan Yamanga boradigan 5 kunlik yo'ldagi bir joy. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Badr kuni Miqdad: "Ey Allohning payg'ambari,
biz sana İsrail avlodi Musa alayhissalomga sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turayli degandek demaymiz. Lekin sen başlapmang, biz sen bilan birga dedi. Bu söz Peygamber aleyhisselamni söyindirdi. Musa aleyhisselamning Yahudilarga beddua qilganligi to'g'risida. Musa dedi: Rabbim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egaman. Yani İsrail avlodi urushdan bosh tortganda Musa aleyhisselam ularga g'azablanib: Ey Rabbim, men bilan inim Harundan boshqa menga bo'ysunib sening buyrug'ingni ijro qiladigan va men chaqirgan narsaga qo'shiladigan bir kishi yo'q. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini arib etgan. Yani men bilan ularning o'tirisida hukm qilgan. Buni Ali ibn Abu Talha va Avfi ibn Abbas'tan rivayet qilgan. Zahak bu oyatning ma'nosini biz bilan ularning o'tirisida hukm qil deganlik bo'ladi deydi. Boshqalar bo'lsa bizni ulardan ayirib etgan deganlik bo'ladi deydi. Yahudilarning muqaddas zaminga kirishining 40 yil cheklanishi to'g'risida Alloh dedi: ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda adışıp yürüdü. Yani İsrail avlodi cihatdan bosh tortganda Musa aleyhisselam ularga beddua qilibdi. Allah Teala ularning muqaddas zaminga kirishini 40 yilgacha cheklab etdi. Ular davomli izib yurib yo'l topolmaydigan bir oqibatga duchor bo'ldi. Bu 40 yil ichida ularni bulutlar bilan sayditish, ularga taranjivin bilan bödününü düşürüp beriş ve qoram taştan eqin su çıkarıp beriştek acayip işler ve Allah Teala İmran oğlu Musa'nı qollab körsetken möcizeler yüz berdi. Tevrat mu aşı vakitte nazil boldu. Ahkamlar belgilendi. Emde gümbüzümü şu çağda yasaldı. Hem de gümbüzümü şu çağda yasaldı. O zaman gümbüzi dep mu atıldı. Beytul Muqaddas'ның fethi kılınğanlığı doğrusida. O müddet ötüp ketkendan keyin ular yoki ulardan qolgan ikinci avlod İsrail avlodini Yusha ibn Nun aleyhisselam başlap çıkıp Beytul Muqaddas'ga qarab yürüyüş qilib uni muhasiraga oldi. Uni fathi qilish juma kuni asrdan keyin edi. Kun patqili oz qolganda shanba kunining kirib qilishidan ansirgan Yushay: "Ey kun, senmi buyruq bo'yicha mangsan, menmi buyruq bo'yicha mangaman. Ey Allah, kunni menga to'xtatib bergin" deb duo qilib edi. Allah Teala kunni taki shaharni fath qilib bo'lg'icha to'xtatib turdi. Allah Teala Yushay ibn Nunga İsrail avlodi Beytul Muqaddasga kirganda darvozadan sajda qilgan holda gunohlarimizni mag'firat qilgan deb kirishni buyurishni topildi. Lekin ular buyurilganni almashtirib sag'risini so'rab arpining dini deginicha orqchilab kirdi. Bularning hammasi Bakara suresida bayon qilinib bo'ldi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning yuqorqi oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shunda qilib ular 40 yil izib yurgan. Musa va Harun alayhisalomlar shu vaqtda vafot bo'lgan. İzib ketishdan burun 40 yoshdan oshganlarning hammasi o'lib tugigan. 40 yil o'tib ketgandan keyin Musa alayhisalomdan keyin ishni qo'lga olgan Yushay ibn Nun alayhisalom ularni g'ayratlantirib Beytul Muqaddasni fath qilgan.
Yushay ibn Nun'a bugün cuma günü deyilgan edi. Baytul Muqaddasni fathi qilayotganda kun o'ltirishga oz qolgan bo'lib, Yushay alayhissalom shanba kechasi kirib qolsa, shanba kunining cheklanmasiga uchrab qilishdan ansirib, kunga qarab, sen buyruq bo'yicha mangsan, men bu buyruq bo'yicha mangaman degan. Shuning bilan kun u Baytul Muqaddasni fathi qilib bo'lguncha turib turgan. Uni fathi qilganda ular bu shahardan misli ko'rilmagan mol dunyo o'lja olgan. U mallarni o'tga tashlaganda o't uni ko'ydirmagan. Yushay ibn Nun bu ahvolni ko'rib, sizlarning ichinglarda o'ljiga xiyonat qilganlar bor ekan deb 12 aymoqning 12 oqsoqlini chaqirtib, ular bilan bay'atlashdi. Ularning biri bay'at qilganda qo'li Yushayning qo'liga chaplashib qolgan. Yushay o'g'irlangan o'lji sen ekan, darhol uni chiqartib et deb buyurgan. Shuning bilan u oqsoqol oltindan yasalgan bir kalining beshini chiqargan. Uning ikki ko'zi yoqutdan, tishlari marvoyatdan yasalgan ekan. Uni o'ljilar bilan billa qo'yganda uningga o't tutishib, hammasi ko'yib ketgan. Bu rivoyatni kuchlantiradigan boshqa sahih hadislar bor. Alloh taolaning Musa alayhisalomga tasalli berganligi to'g'risida. Paz qavm uchun qayg'urmagan. Ya'ni Alloh taolaning bu so'zi Musa alayhisalomga qavmining nochorligi yuzidan berilgan tasallidir. Mazmuni: men ularga qilgan hukmdan ularga ichki og'ritib, afsuslanib yurmagan, chunki ular uningga loyiqdir. Mana bu qissa Yahudilarga berilgan bir raddiya bo'lib, ularning Alloh va uning payg'ambarining buyrug'iga bo'ysunmay, ularning oralarida Alloh taolaning bevosita so'z qilgan payg'ambari va shu chaqdagi bandalar ichidan tanlagan bandasi Musa alayhisalom bor turug'liq, hamda Musa alayhisalom ularga dushmanlari ustidan g'olib kelib, zafar qozonishga va'da bergan turug'liq, texi yaqindila Alloh taolaning Fir'avnni va uning lashkarlarini g'arq qilib, halok qilib berganligini o'z ko'zlari bilan ko'rib turug'liq, o'zlari urushga buyurilgan dushmanlarning soni Misrdagi o'zlarini qo'g'lab chiqqan dushmanlarga qaraganda son va qurol jihatdan 100ning biriga teng kelmaydigan turug'liq, ular dushman bilan jang qilishdan qo'rqib, jihatdan bosh tortib, Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunmay qilgan bo'yintovliqlarni va sharmanchiliklarni bayon qilgandir. Buning bilan ularning pastkash qilmishlari yo'shirg'ilib bo'lmaydigan darajada butun xalqqa oshkor bo'lgan. Ular Alloh taolaning o'ch ko'radigan dushmanlaridir. Ular ozg'unlik va nodonlikqa ketgandir. Shundaq turliq ular o'zlarini biz Alloh taolaning o'g'illari va do'stlari deb olgandir. Shunga Alloh taolo ularning yuzlarini maymun va cho'shqilarning yuzlariga aylantirib etib, toki ular o'ti lavuldab turgan do'zaxga kirib, uningda mangu qolganga qadar ajrilolmaydigan la'natni ularga ömürlük çaplıb etdi. Ulug' Alloh taolaga barliq hamd sanolar bo'lsin. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Maida tafsiridan 26-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.